Bundan 2 yıl ilgiri, yani 2023 yılı 4. ayının 18. günü New York vaqti gazetida Xitoy hukumatining Amerikada ve başka G'arb davlatlarida qurgan nurg'unlagan qonunsiz saqchi punktlari oshkorlanib, zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Halbuki 2025 yılı kirishi bilan Amerikada Xitoyning yer osti sud mahkamalari borligi o'tirg'i chiqqan. Amerikadagi Kundalik xabarlar fondining 29 yanvar e'lon qilgan tekshirish dokladida deyilishicha, bu yer osti sud mahkamalari Xitoy Birlik Hisob bölümünün təşkilləşində Amerikada qurulğan atalmış Xitoy muhacirlər təşkilatları, yani yurttaşlar cəmiyyəti, Sodigarlar cəmiyyəti qatarlıq təşkilatlar qarmağında qurulğan olub, bularning Xitoy Kompartiyasının istihbarat və qanun organları bilanmı bevosita bağlanışlıq bo'lishi Amerikadagi hökumət xodimlari və vəziyyət analizçilərinin ciddi diqqətini qo'zg'agan ham andishiga solgan. Amerika Davlat Majlisi qarmağındakı Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining raisi John Molina Kundalik xabarlar fondi muxbirining ziyoratini qabul qilganda, bu qilmishni ayblab, Xitoy hukumatining Xitoy Kompartiyasining Birlik Hisob bölümünün tor orqali boshqaruvchi qonun sistemasini Amerika tuprug'ida yurgizish urinishi Amerikaning egilik huquqi ve kanunun rolu kılıngan, kabul kılgılı bulmaydıgan ucumdur degen. Xabarda deyilishicha, Kundalik xabarlar fondining bir necha aylık tekshirishi natijasida ma'lum bo'lishicha, bu qonunsiz sud mahkamalari Amerikaning Kaliforniya, Washington alayida rayoni, New York, Hawaii shtati qatorliq joylarda qurilgan Xitoyning Jo'jangliq yurtdoshlar jamiyati, Venjuliq yurtdoshlar jamiyati, Fujianlik yurtdoshlar jamiyati, Xitoy Sodigarlar jamiyati nomlaridagi qonunsiz tashkilotlar qarmağında ta'sis qilingan bo'lib, ularning Xitoydagi qonun ijrochilari bilan internet va el-xat aloqasi borligi ma'lum bo'lgan. Gerçi Xitoyning Birlik Hisob bölümiga qarashli Amerikadagi Xitoy tashkilotlari bu sud mahkamalarining Amerikadagi Xitoy fuqarolarining shopurlik pravosini, ya'ni shopurlik kinishkisini yangilash, Xitoy ko'chmalarining nikohdan ajratish rasmiyatlarini osonlashtirish qatorliq kundalik turmushdagi masalalarni bartaraf qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Amerikadagi qonun xodimlari va vaziyat analizchilarining bildirishicha, Xitoyning Amerikadagi mazkur yer osti sud mahkamalari zo'rliq vositalarini qo'llanib, Amerika qatorliq davlatlardagi Xitoy Kompartiyasiga qarshi o'qituvchilarni bostirish va Xitoy Kompartiyasining chet ellardagi ta'sirini kuchaytirish rolini o'ynaydi ekan. Chicago Universitetining takliflik professori, kishilik huquq advokati Tingbyoning qarashicha, Amerikada oshkorlangan Xitoyning yer osti sud mahkamalari Amerikaning qonunini og'ir darajada buzib qolmasdan, balki Amerika davlati va kishilik huquq faoliyatchilari uchunmi zo'r tahdid ekan. 中国当局在美国成立和运行这样的法庭，是对美国主权的明显的侵犯，也对在美国的异议人士构成了严重的威胁。 Xitoy doiralarining Amerikada bu xil sud mahkamalarini qurishi va uni ishga kirishtirishi Amerikaning qonuniy tuzilmasiga og'ir darajada buzg'unchilik qilganlik. Bu yana Amerikadagi haqqoniyatni qo'g'dish kishilar uchun og'ir tahdid bo'ladi. Oshkorlanishicha, bu sud mahkamalari ba'zi tekshirishlarda bo'lish, kishilarning shaxsiy uchurlarini qonunsiz to'plash, kishilarning piyga tushish, tahdid silish qatorliq faoliyatlarda bo'ldi ekan. Ular yana bir qism o'qituvchilarni Xitoyga qaytarib ketish qilmishlaridan bo'ldi ekan. Bularning hammasi Amerikaning asos qonuni va qonun belgilamalariga qilingan og'ir darajadagi buzg'unchilik qilmishlari. Kundalik xabarlar fondining xabarida deyilishicha, texmi xatarlik bo'lg'ini Xitoyning Amerikadagi atalmış yurtdoshlar jamiyati, Sodigarlar jamiyati nomida qurilgan qonunsiz tashkilotlari va ularning qarmog'idagi yer osti sud mahkamalarining hammasi degudak, Xitoy davlati ichidagi istihbarat organlari va birlik hisob xodimlari, hatto jamoat xavfsizlik organlari xodimlari bilan qaranlik uchrashib turdi ekan. Tekshirish dokladida aytilishicha, Amerikadagi bu tashkilotlar Xitoyning davlat ichidagi hukumat organlari bilan el-xat va telefon aloqasi bo'lgandan boshqa choy yig'ilishi yoki choy suhbati qatorliq nomlarda qaranlik yig'ilishlarni o'tkazib, bir qism tashkilot boshliqlari va yer osti sud mahkamasining xodimlari Xitoyning jamoat xavfsizlik organlari bilan birlikda chet ellarda turib qolgan Xitoy hukumat xodimlarini zo'rliq vositalari orqali Xitoyga qaytarib ketish haqida muzokaralarda bo'lgan ekan.
Тыңбио әпәнди yana bu qitim bayqalgan Xitayning yer asti sud mahkamalarining ilgari chet ellarda bayqalgan Xitayning saqchi punktlariga o'xshashla Xitayning qonun organlari va istixborot organlari bilan bevosita bog'lanishlik ekanligini ta'kidladi. 有的是以这个商会或者是同乡会的名义来从事一些非法的活动和犯罪的活动。那他们和统战部门 Ularning ba'zilari yurtdoshlar jamiyati nomida, ba'zilari savdogarlar jamiyati nomida qonunsiz qilmishlar bilan shug'ullanmoqda. Ularning hammasining degudek Xitoyning birlik sep bo'limi va istixborot organlari bilan quyuq aloqasi bor. Bu yerosti sud mahkamalarining ilgari oshkorlangan chet eldagi qonunsiz saqchi punktlari bilanmi quyuq aloqasi bor bo'lib, xarakter jihatdan ular hammasi o'xshash. Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilardan Xitoy vaziyati analizchisi Elshad Hasan apandimi ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyning Amerikada oshkorlangan yer asti sud mahkamalarini Amerikaning qonun sohasiga qilingan oshkor tajovuzchilik deb ko'rsatdi. Bu ochiq-oshkor Xitoyninki, Amerikaninki vaqtida qonun sohasiga qilingan bir tajovuzchilik, dafsandichilik, chunki Amerikaning qonuni bor. Bu zaminda yuz berilgan har qanday ish, hattoki chatal shirkatlar bilan bo'lgan jidal olamda, talashlar olamda hammasi Amerikaning qonuni uchun menishi lozim. Ammo Xitoy bu yerda maxfiy Xitoyninki vakolatchilar orqali bu yerda sud ichish, Xitoyning qonuni bo'yicha Amerikada yashayotgan, mayli u Amerika fuqarosi bo'lsin yoki Xitoy fuqarosi, ammo Amerikada yashayotganlarni majburlab bunga bo'ysundirish, bu xalqaro qonuniy davlat egiligi hammasiga qilingan tajovuzchilik, dafsandichilik. Elshad Hasan apandi yana Xitoyning Amerikada og'ir tahdid paydo qilayotgan atalmish yurtdoshlar jamiyati, savdogarlar jamiyati qaramida qurilgan yer asti sud mahkamalari qatorliq bu xil qonunsiz tashkilotlar qarta Amerika hukumatining o'z qonuni bo'yicha qattiq tadbir qo'llanish kerakligini bildirdi. Saqchi punktlar emas, hozir hatto sudning ijro qilinishi bu demak Amerikani nayt cho'chitadigan, uyg'otadigan bir dokladlar bu. Amerika hukumati uyg'onishi lozim, buni bilishi lozim. Tezdan bir chora qo'llanib, bu xil Amerikaning qonuniy sistemasini, davlatninki hurmatini, egilik huquqini dafsanda qiladigan bundan xiloflik ishlarni ep berishni oldini olish kerak. Bu tashkilotlarni surishti qilish kerak. Xitoyga moslashgan shaxslarni sudlab, ularni jazolash kerak. Elshad Hasan apandi yana bu xil tashkilotlarning Amerikadagi Xitoy kompartiyasi hokimiyatiga qarshi o'qituvchilar va Xitoy fuqarolariga tahdid selib qolmasdan, balki Amerikadagi Uyg'urlarga og'ir besim va tahdidlar ilib kelayotganligini ogohlantirdi. Endi Uyg'urlarni buna uchirdimi? Menimcha uchirganlar bor. Bu Amerikalılar bo'lib qolgan emas. Menimcha mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada, jiq davlatlarda bu saqchi punktimi, masalan Fransiyada oshkorlandi, Gollandiyada oshkorlandi. Demak, u yerlarda o'xshashlar, balkim sotlarim bo'lishi mumkin. Bu yerda Amerikada garchi Uyg'urlarga chiqilamagan bo'lsa, farzimiz, ama Yevropada, Turkiyalarda Xitoyning jasuslari, Xitoyning odamlari ochiq-oshkora sabr bug'roq o'xshashlar qilyapti. Shuning uchun shu qonunni shu yerda yurgizayotgan bo'lishi ehtimoli cho'ng. Ham Amerikaga kelsakmi, necha yilning oldida masalan San Fransisko'dagi Xitoy elchixonasiga kirib chiqqan Uyg'urlar boshqa Uyg'urlarga tahdid qilib, sen Washingtondagi Uyg'urlarga aralashsang, tashkilotlarga aralashsang, vatandagi urug' tuqqanlaringga avorchilik bo'ladi. O'shalar hammasi shuning bir qismi. Shuning uchun Uyg'urlarmi bu tahdidlardan bakijroq emas. Balkim biz bilmaymiz, Uyg'urning ishida ularningki bu tahdidlar bo'lishi mumkin. Programmani Mehribon tayyorladi.